Farzandingiz kelajagi haqida qayg'urmoqdamisiz? Unda sizga munosib taklif. Ag'daryo tuman ixtisoslashtirilgan maktabining yuqori sinf o'quvchilarida xalqaro va milliy sertifikatlar soni nechta deb o'ylaysiz? Hozir buning vaqti bo'lasiz. Xalqaro va milliy sertifikatlar soni 20 ta deb o'ylaysizmi? Xalqaro sertifikatlar hamda milliy sertifikatlar soni 40 ta deb o'ylaysizmi? Sizning fikringizcha balki 60 tadir. Hozirgi kunda Ag'daryo tuman ixtisoslashtirilgan maktabining yuqori sinf o'quvchilarida xalqaro va milliy sertifikatlar soni 80 ga yetdi. Tez kunlarda 20 ga yaqin o'quvchilarimizning imtihon javoblari kutilmoqda. Siz hali ham tanlovda ikkilanmoqdamisiz? Bunda sizga Ag'daryo tuman ixtisoslashtirilgan maktabini tavsiya etamiz.